Salom hammaga. Bugun sizlar bilan ya'ni front-endda, ya'ni image rasmlar bilan ishlash tartibini ko'ramiz. Rasmlar bilan ishlash tartibi o'zi ixtiyoriy holda ikkita yoki 3 xil bo'ladi. Ya'ni bu rasmlar bilan ishlash qanaqa bo'ladi? Rasmlar bilan ishlash o'zi aslan aytilib, o'sha Figmaga qarab, dizaynga qarab, dizaynni qanaqa tuzgan, o'sha saytda dizaynni qanaqa tuzgan bo'lsa, qanaqa rasm ishlatgan bo'lsa, qanaqa tartibda ishlatgan bo'lsa, o'sha tartibga qarab tuziladi aslan aytilib. Xo'sh, bugun sizlar bilan o'sha rasmlar bilan qanaqa ishlaymiz? Rasmlar bilan ishlash davomida sizlar bilan o'sha CSS yordamida va div yordamida ko'rib ketamiz. Birinchi o'rinda bitta div ochamiz. Divda, ya'ni men o'tgan darsda aytgandim, div o'zi bitta kichkina dacheyka, o'sha Google oynasida kichkina joy egallaydi. O'sha oyna kattargan sari o'sha nima ham kattarib ketishi mumkin. Undan keyin image degan bitta tag ochamiz. Image deb tag ochganimizdan keyin imageni o'zi lokalniy qilib berish kerak. Asosan, ya'ni lokalniy qilib berishni ko'ramiz. Image degan bitta papka ochib olamiz. Misol mana bu image Ctrl S, ya'ni image ustiga Ctrl S deb bosaman, bu yoqqa kelib Ctrl V ni bosaman. Endi image nomini o'zgartirib olaman, ya'ni project deb qo'yaman. Image nomini project deb qo'yib qo'ydim. Undan keyin esa image degan papka ochib olaman. Image degan papkani chekib project chaqiraman. Ammo aytib bersam, mana rasmning o'zi chiqib keldi. Xohlasam bu xuddi o'tgan safargidek bu rasmni ham ixtiyoriy holda, xohlasam bu tomonga, xohlasam o'rtaga, nima deydi? O'zim xohishimga qarab, ya'ni o'sha Figmaga qarab, o'zim xohlagancha nima qilib olaman. Ya'ni o'zgartirishim mumkin. Birinchi o'rinda class beramiz. Class image yo bo'lmasa rasm degan bitta nom beraman. Endi kelaman, CSS ga o'taman. Class bergan paytlarda siz har doim tochka yordamida qo'yib ketasizlar va bunga viz berasizlar. Misol viz emas, margin left, misol uchun 250 piksel beraman. Margin left 250 piksel degani o'sha, ya'ni rasmni surish, ya'ni kompyuterdan chap tomonga surish bo'ladi. Margin right esa ya'ni o'ng tomonga, margin top pastga, bottom esa tepaga bo'ladi. Ya'ni marginlarda bu turlari hisoblanadi. Misol uchun margin top misol uchun 50 piksel qiladigan bo'lsam, nima qiladi? Pastga tushirib berish uchun ishlatiladi bu rasmni. Endi undan keyin rasmni misol uchun razmerlari yo bo'lmasa dumaloqroq qilishimiz uchun border radius degani bu border o'zini ko'raylik birinchi. Border bu nima? Border o'zi ya'ni o'sha rasmni chetiga, ya'ni nima qilish, chiziq, ya'ni ramka chiqarib berish uchun ishlatiladi. Solid red. Mana bu divdan olib yuboryapti, ya'ni rasmni o'zi emas, divni o'zini ya'ni ixtiyoriy ravishda o'sha nima qilyapti, ya'ni ramkasini chiqarib beryapti. Ya'ni rasmni o'ziga ramka chiqarmoqchi bo'lsam, rasm deyman, image deyman, undan keyin esa border qilaman. Border 1 piksel solid red deyman. Mana berdim, ya'ni borderda nimasi, ramkasi qizil bo'ldi. Undan keyin mana bu yerga 10 piksel qo'yaman. Mana 10 piksel qilsam, ya'ni qalinroq, jerniyroq bo'lib chiqarib berdi. Undan keyin esa border radius degan tushunchani berib ketaman. Border chiziqcha radius 12 piksel. Border radius qilsam, mana border, ya'ni o'sha chiziqda ramkani nima qilyapti bizga? Ya'ni salgina kesish, ya'ni kichkinaytirish bilan beryapti. Misol uchun buni ixtiyor 20 yo bo'lmasa 50 piksel bunga. Mana 50 piksel berdim, ya'ni ramkani nima qildi bizga? Kichkinlashtirib berdi. Ya'ni sizlar bitta rasm ustiga misol bir necha marta ham ishlasalaringiz bo'ladi. Misol uchun rasmlarni ko'paytirib olay. Image 1 va image 2. Bu tartibda olamiz. Rasm 1, rasm 2. Mana bu ramkani nomini o'zgartirib olaman. Blue siyoq. Rasmlar ya'ni turli xil shaklda chiqib kelyapti. Undan keyin ya'ni mana rasmlar chiqib keldi. Rasmlar chiqqandan keyin biz bularni, ya'ni shaklini o'zgartirib chiqamiz. Misol uchun rasmni bir tomonini o'zgartirmoqchi bo'lsalaringiz, border deymiz,
Misol uchun left top radius 50 piksel. Ya'ni border degani o'sha ya'ni tepa qismidan bir tomonni ozgincha, ya'ni o'ng tomonni qiyshaytir dedik bu yerga. Misol uchun buni kattaroq qilishimiz mumkin. Misol 100 piksel deylik. 100 piksel bo'lsa ancha bilinadi. Mana 100 piksel dedik, ya'ni mana bu, ya'ni bu tomonni qiyshaytirib berdi bizga. Endi biz xohlagan tomonni aytishimiz mumkin. Yana bitta nima, rasmga o'zingiz xohlagancha razmer ham bersangiz bo'ladi. Viz mana kichkinaroq qildi. Misol height ham bersangiz bo'ladi, ya'ni qisqartirish, ya'ni bo'ydan kesish. Misol uchun mana bunga kelamanda border deyman, viz qilaman. Misol viz 100 piksel qilaman. Heightni ham 100 piksel qilaman. 100 piksel qilaman va border radius beraman. Border radius degani o'sha ramkani dumaloq qilish uchun border radius 50 piksel beradigan bo'lsam, ya'ni o'sha ramkani dumaloq holatga olib kelib beradi menga. Mana bu hozir sal dumaloq bo'lmadi, chunki border, ya'ni o'sha ramkani ham mana ramkani ham 100 qilib beradigan, border radiusini 100 qilib bersam, ya'ni o'sha rasmni 100% qilib berdi. Xohlasa mana buni leftman, right qiladigan bo'lishi mumkin. Right qilsam, ya'ni bu tomonni qiyshaytirib beradi. Misol uchun top qilsalaringiz, yo bo'lmasa margin left top deyapsiz, tepasini qilib, button qilsalaringiz, pastini shunaqa qilib qiyshaytirib beradi. Ya'ni bu o'sha rasmlar bilan ishlash, ya'ni qoidasi shunaqa tartibda bo'ladi. Bugungi darsim shulardan iborat edi. Kelgusi darsda ko'rishguncha xayr.